Aka Kirillov ketdi. Assalomu alaykum, Radno Detalo obunachilari. Biz sizlarni o'ylagan holatda zo'r yangilik qildik. Yangiligini Omadjon Kon bilan sizlarga tushuntirib beramiz. Aka, bularning farqi nimada? Farqi bu ham GM O'zbekiston tomonidan ishlab chiqarilgan part nomerlari bor. Farqi asosiysi mana kapotni tegi seriya bo'ladi, seriya kapotga sepilgan. Bu kuzovniki tegi har doimgidek temir. Bu kapoti krilosini farqi shu yerida. Kriloni ham ichida machalka yopishgan bo'ladi. Kuzovnikida bu sotuvdagisida machalkani izi yo'q. Chunki bu kuzovda sepilmagan. Farqi shunda. Bularni avtosalondan aslatgan molini sotib olib, kimdir budjetliroq variant xolasa, buni ham beraveramiz. E'tirozinglar sababi shunda o'zi asosiysi. Agar videoyimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib, kommentariyada fikringizni qoldiringlar. Agar videoyimiz yoqsa, podpiska bo'lishni unutmanglar.